Turkiyada Toki'dan uy sotib olish joizmi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Toki'ning 2022-yili 13-sentyabrda e'lon qilgan turalg'u sotish turidagi uylarni sotib olsak bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salom payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning ali tavobatlarga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Türkiye Kollektiv Turalg'u idorasi Toki'ning asosli turi bo'lgan tuvan kirimliklarga qarata muvofiq bahodagi turalg'u bilan ta'minlash mulozimati tarafidan 2022-yili 13-sentyabrda e'lon qilingan favqulodda tur ilgirgi qadamqalardan bir nuqtada nihoyat ro'shan farqqa ega. U bo'lsa-mu, bu navbat davlat banklaridan tuvan %da o'simlik qarz olish shart qilinmagan. Darvaqa, o'simsiz bo'lish albatta yaxshi. Şunun bilan bir vaqtda diyaneti kuchlik turk fuqarolarimi bu qatamqi tur haqida o'z ulamolardan fikr fatvo olishga sal qarmadi. Xali ko'p turk ahli ilmlar va fatvo organlari bu qatamqi turning aniqsizlik taraflarining xalili salmoqli ekanligini ko'z tutib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam noaniq savdodan to'sqan degan hadisga asosan bu qatamliq turning to'xtamini aqdi fasid, noto'g'ri savdo deb qarab, joiz emas degan qarashda bo'ldi. Yana bir qism ahli ilmlar bu qatimqi turdagi aniqsizlikni nizoga sabab bo'lmaydigan darajada yengil deb qarab joiz deyishdi. Ahli ilmlardan shubhilik deganlarmi, joiz ammo tavsiya qilmayman deganlarmi, bir narsa deyolmayman deganlarmi bo'ldi. Ko'zitishimcha bu to'xtamda diqqat qilinmagan, diqqat qilinsimi ko'zdan qochgan mundaq bir qancha masala mavjud. Birinchi, joiz emas deguchilar to'xtamlashgan asnoda yoki to'xtamda 20 yil 240 ay bo'yicha har qaralda to'lanadigan pul miqdori shundaqla to'lanadigan umumiy pul summasi aniq emas. Chunki har 6 oyda kadr maoshining ortish nisbati bo'yicha qaral va umumiy summa o'rlab mangadi. Shunga joiz emas desa, joiz deguchilar bu o'riltishlar hammaga ma'lum ham datalashga sabab bo'lmaydi. Shunga joiz deb qaragan. Amaliyotda Toki'ning bayon qilishida ko'rsatilgani har ikki qarashdagilarning deganidek emas. Balki onunda her 6 ayda baha örültüş kadr maoshining ortish nisbati bo'yicha emas, balki Toki idorasi kadr maoshining o'rlash nisbatiga qarab, o'zi xohlagancha kadr maosh nisbatidan tuvan yoki yuqori nisbat belgilaganligi ko'rsatilgan. Mana bu savdodagi aniqsizlikni taqimi ig'irlashtirib o'tadi. Shundaqla nisbat yuqori bekitilib qolsa, uy sotib olguvchi e'tiroz bildira olmaydi. Ikkinchi, qarorlik uy sotib olguvchi aslida tuvan kirimli kishi. Agar bu vaziyatdagi kishi ma'lum qarorni vaqtida to'lay olmasa, qanday bartaraf qilinadi? Uy tartib olinamdi yoki o'simlik qarz olish uchun bankaga bog'lash bo'lamdi? Kechikish jazosi uchun pul to'lanamdi? Qanday shartlar bor? To'xtamda bu nuqtalar aniq ko'rsatilmagan. Buning tafsilotini bilish zarur. Ba'zi uchurlarga qaraganda turalg'u qozong'uvchi qarorlik pul to'lashda qiynalib qolsa, 10% yoki 20%lik o'sim bilan bankadan qarz to'g'irlab beriladi ekan. Yana Toki bekitgan tarixlarda to'xtamlar bankalarda tuziladi degan gap bor. Nima uchun to'xtam bankada tuzildi? Bumi aniq emas. Acaba Toki o'tirdan chiqib olibla qarorlarni to'lash xususida sotib olguvchilarni bankaga bog'lab yoki tashlab qo'ymoqchimi? Uchinchi, uyga erishganlarga nisbatan uyning qaysi rayondan, qaysi qavatdan va qaysi jihatdan chiqadiganligi aniq emas. Bularning uyning bahosiga ma'lum darajada ta'sir bor. Yana ma'lum bo'lishicha, iltimos qiluvchi 2da 1lik bilan 3da 1likni ayirib, birisini muqimdab iltimos qilsa-mu, chek qaysisiga chiqsa, shuni olish kerak ekan. Balkim bu ishda yana bir qatim uyni muqimdash cheki tashlash bo'lishi mumkin. Bularmi savdodagi aniqsizlikni ig'irlashtiradi. Balkim chek chiqqandan keyin to'xtam imzolanganda bular aniq bo'lib ketishi mumkin. Bu nuqtalarni taqimi aniqlab tekshirish kerak. 4. Uy bahosining 8% nisbatda boj to'lishi kerak bo'ladi deydigan gaplar bor. Bu haqda yanama aniq va konkret ma'lumotlar kerak. 5. Tokining bu xil uy sotish to'xtami aslida fiqh bo'yicha ikki to'xtamni o'z ichiga oladi. Biri uyga tava uyning zamindagi hissasini sotish, yana biri zaminga uy solib berish to'xtami. Ahvol bu ekan, uyning turi, ko'lami, sifati, bitkazib topshirish muddati, umumiy bahosi va bilish kerak bo'lgan jimi ma'lumotlar aniq bo'lishi kerak. Uyni bitkazish kechikkan ahvolda to'lam shart qilishga bo'ladi. Shundaq turuqliq bu qatimqi to'xtamda Toki uyni vaqtida bittirib topshira olmasa, to'lam to'lashni shart qilish masalasi tilga ilinmagan.
Undaq bo'lsa, uy qazanğuchining haqqi qo'g'dalmaydi. Buning aksicha ziminga uy selib berish to'xtamida pulni qaralida to'lashda kechikkanligiga to'lam shart qilishga bo'lmaydi. Buningga yuqorqi ikkinchi nuqtada ishora qilindi. 6. Yuqorqi shartlar bo'yicha zimin hissasini sotib olish va uy soldirish to'xtamlari tuzilgan, ya'ni Tokiodan uy sotib olingan ahvolda uyni soldiruvchi uyni qo'liga topshirib olishdan burun boshqalarga satsa joiz bo'lmaydi. Chunki bu yo'q uyni sotishdan iboratdir. 7. Bu to'xtamdan diqqat qilmagan eng nozik taraf shuki, 20 yil jarayonida qarorlarni to'liq to'lab bo'lmaguncha uy sotib oluvchi uyni boshqalarga sota olmaydi. Ammo ijaraga bera oladi. Albatta, bu masala Tokio xolisa keyincha qolgan qaror pullarni biroqla to'lab qarorlarni amaldan qoldirishi mumkin. Lekin unda qilmagan ahvolda uy sotib oluvchi uyni 20 yil jarayonida sotmoqchi bo'lganida sotolmaslik sharti so'l setiqning asli maqsadiga, qoidasi va taqozosiga zid bo'lib qolmay, iqtisod jihatdan sotib oluvchi tarafga intayin ziyonliq. Imom Navaviy bu xil masala haqida mundaq deydi: Bir narsani sotib, uniga sotmaysan, uningdan foydalanmaysan yoki uni ijaraga bermaysan degandek shartlarni qo'shish savdo setiqning taqozosiga zid bo'lib, bu turlik ahvollarning hammasida mazkur shartlar tijorat taqozosiga muxolif bo'lganlikdan savdo botil bo'ladi. Ya'ni ba'zi olimlar bu xil shart noto'g'ri, fasid shart bo'lib, bundoq shart bilan qilingan savdo fasid bo'lib ketadi desa, ya'ni ba'zilar savdo to'g'ri, ammo shart inovatsiz degan. Demak, Tokio uyni puturib sotib oluvchiga topshirgan ekan, sotib bo'libmi, yana uyning igidorchiligi, mulkiyatini qo'lida tutib olsa bo'lmaydi. Sotgan ekan, cho'qim uyning igidorchiligi sotib oluvchiga to'liq yetkazilishi lozim. Chunki uy sotilishi bilan tang yangi egasining mulki bo'lib ketdi. Agar Tokio uyning chevirini, ya'ni mulkiyat hujjatini boshqalarga yetkazishni, uyning pulini to'liq topshirib olishga bog'lab chaq qo'ysa, ya'ni haqqini topshirib olishga kapolatlik qilish uchun rasmiyat jihatdan uyni qo'lida tutib turmagan kapolat ranisi qilib olsa, bu ba'zi olimlarning nazarida joizdir. Uy egasi uyni sotganda Tokioni xabarlantirishi va oldi bilan Tokio qolgan qaror pulni olib olgandan keyin qolgan pulni uy egasi olishi kerak bo'ladi. Chunki bu xil kapolat ranisi uy egasini o'z mulkini tasarruf qilish erkinligini to'sib qola olmaydi. Yana Tokio uy egasining uy igidorchiligi va sotish irodasini cheklamay, qolgan puli uchun uchinchi bir shaxs yoki o'rinni kepil qilsa ham bo'ladi. Buning shar'iy yo'li ashundoq. Fiqh akademiyasimi uyning pulini topshirib olish uchun uyni raniga olishni joiz, ammo sotquchining igidorchiligini qo'lida tutib turib olishi joiz emas degan. Aslida Tokio uylarni pul paxalligi, inflyatsion nisbati yoki maosh ortish nisbati bo'yicha baho o'rlatmay, muqim bahoda qarorlik satsa yoki ba'zilar taklif bergandek oltinga to'g'rilab satsa, asosli masala hal bo'ladi. Yuqorqidek aniqsizlik yoki sotib oluvchi tarafni ziyonga dasturishga yaratadigan ishlarning sodir bo'lish ehtimolligi qatorliqlarni kelib chiqmagan bo'ladi. Yuqorqilar Turkiyadagi ahli ilmlarning bu masaladagi qarashlari va buningga munosabatli diqqat qilishga va bilishga tegishli nuqtalardir. Bu ishga qadam olishni o'ylashayotganlar yuqorqilarni ko'zdan kechirishga sal qaramasligi va qaror qilishda to'g'riliq izdishi shar'iy mas'uliyatlardandir. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.